juda ham xursandmanki, bugun mana Anvar Sobirov jigarim ukam shunday bir ashula yaratibdiki, mana bu ta'sirchan qo'shiq menga juda ham yoqdi, menga ta'sir qildi desam albatta mubolag'a bo'lmaydi. Bir 10 talab eshitdim to'g'risi. Yaqinda mana bunga klip ham olindi. Klipga ham bir zo'r ta'sir qiladigan jarayonini men ko'rib, o'zicha mana shu kliplarni kamroq ko'raman. Chunki menga ta'sir qiladigan kliplar juda ham kam. Shu farzand bilan otani orasidagi bir iliq munosabatlarni ko'rsatib, yoritib berilgan mana shu klip menga juda ham ma'qul bo'ldi. Sizlarga ham ma'qul bo'ladi degan albatta umidimiz bor. Izohlarda albatta fikringizni qoldirib ketasizlar degan niyatimiz bor. Anvar ukamga omad tilayman. Xudo xolasa ushbu qo'shiq sizlarning orangizda ommalashib ketadi degan niyatimiz albatta yo'q emas. Rahmat